Assalomu alaykum, rahmatulloh, xayrli kun, salomatmisiz, omonmisiz? Bugun navbatdagi bepul darsligimiz foydali bo'ladi degan umiddaman inshaalloh. Avvalo ushbu darsligimizni ko'rishdan oldin iltimos niyatingizni to'g'rilab oling. Agar siz yaratgan uchun deb niyat qiladigan bo'lsangiz, ishoning, bugungi darsligimiz siz uchun juda ham katta natijalar beradigan, hayotingizni transformatsiya qiladigan darsliklarimizdan biri bo'ladi, xudo xolisa. Hozirgi kunda ayol qizlarimiz energiyasizlikdan qiynalishadi, dangasalikdan, boshlagan ishini oxiriga yetkaza olmaslikdan juda ham ko'plab ayol qizlar qiynaladi va aynan shunaqa savollar menga juda ham ko'p kelganligi uchun bugun mana shu darslikni olishga qaror qildim. Ozgina mazam yo'q, lekin bu maza yo'qligi siz bilan bog'lanishimga ta'sir qilmaydi inshaalloh. Lekin niyatim juda ham sof bo'lganligi uchun, xudo xolasa bugun sizga nima demoqchi bo'lsam, niyatim orqali qalbingizga yetib borishiga umidim katta Allohdan. Hozir jamiyat o'zgargan, ekologiya o'zgargan, insonlarni sog'lig'i o'zgargan va oson yengillashgani sari shuncha insonlarda dangasalik, energiyasizlik kuchayib ketmoqda. Dangasalik boshlagan ishini oxiriga yetkaza olmayotgan va energiyasizlikdan qiynalayotgan odamlar shifokorlarga murojaat qilishadi va har xil vitaminlar, badlar ichishadi. Juda ko'plab o'z ustida, misol uchun, majburlashadi. Energiya ko'payishi uchun. Gormonlarim o'zgarib ketgan, shuning uchun meni o'ylashimcha energiyam yo'q deb o'ylashadi. Lekin psixologik tomondan agar buni biz tahlil qiladigan bo'lsak, energiya qachon bizda kamayadi, qachon inson dangasa bo'ladi. Aynan mana shuni bugun psixologik tomondan tahlillarni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Energiyasizlik o'zimizni dastlabki 30 yilimizni tahlil qilamiz. 30 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimiz, o'zimni karyeramga ega bo'laman yoki mashinam, qimmatbaho kiyimlar, mana bunaqa ko'rinishda bo'laman degan orzu havaslarimiz bo'ladi. 30 yoshgacha aynan mana shu orzu havaslarimiz evaziga bizga dunyoviy bo'lgan energiyalar berilishi boshlaydi. 30 yoshdan keyin, aynan 30 va 33 yosh oralig'ida insonda qanaqa qilib turmushga chiqsam bo'ladi, ayollar qanaqa qilib suyukli bo'lsam bo'ladi yoki qanaqa qilib dangasalikdan xalos bo'lsam bo'ladi, qanaqa qilib mashina olsam, uy olsam, qanaqa qilib farzandimni yaxshi qilsam bo'ladi kabi savollar tug'ilsa, 30 yoshdan keyin 33 yoshgacha bu ayollarda dunyoga nimaga keldim o'zi? Nima meni missiyam? Nimaga men yaratildim o'zi degan savollar tug'ilishi boshlaydi va aynan 30 yoshdan keyin ayollarga u qadar eforiya, dopaminlarni bermaslikni boshlaydi. Dunyoni ko'rishi mumkin, dunyoning eng go'zal joylariga borishi mumkin, eng chiroyli kiyimlarni kiyishi mumkin, eng shirin ovqatlarni yeyishi mumkin, lekin u o'tirib ovqat yeb 30 yoshdan keyin o'ziga savol berishni boshlaydi. Men yedim buni hozir. Mana hozir ko'rdim, mana hozir kiydim. Lekin meni ichimda men xohlagan, men qidirgan narsa yo'q. Meni o'sha sokinlik, xotirjamlik beradigan narsam yo'q. Nimaga yashayapman o'zi? Nima o'zim men qidirayotgan narsa deb o'ziga savol berishni boshlaydi. Aynan mana shu savollari evaziga buni oldingi energiyasi, ya'ni insonni oldingi energiyasi, quvvati tugashni boshlaydi. Sababi quvvat faqat dunyoviy nimanidir istash evaziga kelishi mumkin. Energiya nimanidir istash evaziga, xohlash evaziga kelishi mumkin. Misol, turmushga chiqdingiz, farzandli bo'ldingiz va figura oldingidek emas, qaddi qomat oldingidek emas. Endi qaddi qomatni to'g'irlash uchun agar siz ichingizda qaddi qomatimni to'g'irlayman degan dunyoviy istagingiz bo'lsa, bunga yarasha, ya'ni fitness zalga chiqishga sizga energiya keladi. Boshqa narsaga energiya kelmasligi mumkin. Xuddi shunaqa, agar sizni savollaringiz ko'payishni boshlasa, nima qilib yuribman o'zi? Chiroyli qaddi qomatimda emas ekan u men qidirayotgan narsa deb o'zingiz savollaringiz ko'paygan bo'lsa, uje bu savollar sizga energiya bermaslikni boshlaydi. Va bu yerda biz nafs bilan tanishishimiz kerak bo'ladi. Agar biz nafs bilan tanishmasak, odam tushkunlikka, depressiyaga tushib qolishi mumkin. O'zi aslini olganda insonning ruhiyatiga energiya beruvchi, badaniga energiya beruvchi ba'zi bir omillar bor. Misol, ibodat, ehson, silai rahim. Ibodatning ichiga misol uchun farzandlarni boqish, farzandlar bilan munosabat o'tkazish, hamma narsa kiradi. Rizqimizda nima bo'lsa o'sha narsa kiradi. Haj, umra amallarini qilish yoki silai rahim, odamlar bilan munosabatga kirishish bular aslida bizga energiya beradi. Lekin undan energiya olmayotgan bo'lsangiz, hozircha biz ichki holatimiz bilan tanish bo'lmagan va hozircha o'sha o'tish 3 yillik davrda turgan bo'lamiz. 30 yoshdan 33 yoshgacha odamda o'tish davri bo'ladi. Ya'ni ikkinchi asosiy ongli, uyg'oq holatga o'tish davri bo'ladi. Ayni mana shu holatda ilmsiz bo'lsa va aqliga, qalbiga, ruhiga, badaniga nima kerakligini bilmasa va o'shani bera olmasa, kuchli stress, kuchli depressiya, tushkunlik holati, energiyasizlik, dangasalik, boshlagan ishini oxiriga yetkaza olmaslik kabi holatlar paydo bo'ladi. Bugun sizga energiyangizni tiklash maqsadida ilmingizni yanada oshirish va dangasalikdan xalos bo'lishingiz uchun 1 soatlik bepul darslik yozib qoldirganman. Ushbu darslikni berishdan oldin sizga bitta texnika bermoqchiman. Bu texnika orqali siz hayotingizdagi eski vaziyatlarni to'xtatib, yangi
sizni yaratishingiz va juda kuchli energiyaga ega bo'lishingiz, hayotda nima xohlayotganligingizni bilishingiz va hozir va shu yerda, o'tmish bilan emas, kelajak bilan emas, hozir va shu yerda yashab, hoziringizni mustahkam qilishingiz mumkin bo'lgan praktika bermoqchiman. Tasavvur qiling, ertalab uyg'ondingiz. Uyg'onishingiz bilan holatingiz og'ir, aybdorlik hissi yoki kimdandir nafratlangan, kimdandir xafa bo'lgan holatda uyg'ondingiz. Nimaga shunaqa holatda uyg'onamiz? Sababi, mani ertalabdan kechagi xotiralarim qiynaydi. Endi men shunaqa holatda uyg'onganim uchun to kechgacha men o'zimga kelmagunimgacha, shom payti, asr payti bo'lishi mumkin. O'sha paytgacha menda energiyasizlik holati paydo bo'ladi. Ya'ni u eski xotiralarni qo'yib yorib, hozir bilan birlashib hamnafas bo'lib olishim uchun menga bir qancha vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik energiyasiz insonlarda asr, shom paytigacha xuddi tirik murdadek yurish, hech narsa yoqmaslik, og'ir holatlarda bo'lish bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, misol shomdan keyin energiyam oshib ketadi, kechgacha uxlamay hamma ishlarimni qilib yuraman deyshadi. Bir xil, misol uchun ilhomi ham ko'pchilikda shomdan keyin keladi. Aslida o'zi bomdoddan keyin kelishi kerak-da bu energiya. Nima uchun bomdoddan keyin kelmaydi? Chunki meni munosabatlarim buzilishiga, energiyam yo'qolishiga sabab bo'ladigan yagona sabab bor. Bu ham kechagi xotiralarim. Inson kelajak bilan yashamasligi mumkin, hozir va shu yerda yashamasligi mumkin, lekin u har doim o'tmish bilan yashaydi. Munosabatlar, misol uchun kim bilandir haligacha gaplashib keta olmaydi. Sabab, o'tmishdagi kimdir uni xafa qilgani, turmushida misol uchun turmush o'rtog'i bilan yaxshi munosabatga kirishib keta olmasligi mumkin. Nega? Chunki qachondir uni xafa qilganini esda saqlab qoladi. Siz hozir va shu yerda lazzatlanib, rohatlanib, o'zingizga rohatli hayot hadya qilib yashashingiz uchun o'tmishni unutishingiz kerak. Buning uchun bittagina yo'l bor. U ham bo'lsa, men har doim aytaman. Xayolingizda, xayolan har doim bitta qo'lingizda o'chirg'ich, bitta qo'lingizda qog'ozingiz bo'lishi kerak. Ya'ni xotira qog'ozi bo'lishi kerak. Xayolan bu. Men o'zim har doim shundan foydalanaman. Mustahkam, qat'iyan o'zingizga qaror qabul qiling. 90 kun davomida men o'tmishni eslamayman. Men o'zimga shunaqa bloknot qilganman. Bloknotimda kalendar bo'lgan. Kalendarimga belgilaganman. Necha kun davomida qilaman. Qilolmagan kunim yana davom etib ketaverganman. Ya'ni 30-kuni keldi, 31-kuni qila olmadim. 15-kuni keldi, 16-kuni qila olmadim. Yo'q, zarari yo'q buni. 16-kuni yana belgilab ketavering. Harakat, ozgina harakat qilyapsizmi? O'shani o'zi yetadi qizlar. Ya'ni tasavvur qiling, xayolingizga negativ fikr keldi. Ya'ni o'tmishdagi xotira keldi. O'chirg'ichingizni olasiz, u xotira oq qog'ozga yozilishi boshlaydi. Seni xafa qilgan, qadringga yetmagan, senga mana bunaqa gap aytgan, senga nohaqlik qilgan degan qog'ozga har xil yozuvlar tushishi boshlaydi. Ya'ni hozirgi hayotingizga o'tmishdan yozuvlar kelishi boshlaydi. O'chirg'ichingizni olasiz, xayolni o'chirib tashlaysiz. Men har doim shunaqa qilaman o'zim. O'quvchilarimga ham aytaman, juda ham tez, juda ham yaxshi ishlaydi. O'chirib tashlaysiz. Yo'q, menga kerak emas bu. Xayolni o'chirib tashlaysiz. Xotirani shunchaki o'chirib tashlaysiz va sirasi belgilab qo'ying. Bugun epladim. Men qildim bugun. 90 kun davomida agar xotirani eslamasangiz, kecha nima bo'layotganini eslamasangiz, sizda nima o'zgarishlar bo'ladi? Birinchidan, siz qayta tug'ilgan chaqaloqdek butun badaningiz yangilanishi boshlaydi. Sochlaringiz o'sishi boshlaydi. Tirnoqlaringiz mustahkamlanishi, tishlaringiz o'sishi, kalsiyni ishlab chiqarishi boshlaydi. Badan yosharishi boshlaydi. Folikulallar yaxshi yorilib, homilador bo'lishingiz oshishi mumkin yoki sochlar qalinlashishi, badan ozishi. Agar ortiqcha vazningiz bo'lsa, ortiqcha vazndan xalos bo'lish, umuman yangi sizga aylanasiz. Munosabatlar yaxshilanishi, xushchaqchaq bo'lish, eski xotiralardan xalos bo'lish, shaytonning vasvasalaridan, negativ fikrlardan xalos bo'lish holati sizda kuzatiladi. Ya'ni siz agar o'sha yangi chaqaloqdek yosharishni xohlasangiz va yangidan hayotingizni boshlashni xohlasangiz, sizga mana shu 90 kun davomida xotiradan xalos bo'lish o'zi yetadi. Endi tasavvur qiling, badanni refresh qilish uchun bizga qancha dori kerak? U dori uchun ko'rikdan o'tasiz, qancha qon topshirasiz, gormonlaringizni topshirasiz, keyin unga dori-darmon qilasiz. U dori-darmonlaringizni ichasiz, yeysiz. Unda ham vallohu a'lam ta'sir qiladimi, yo'qmi? Har bitta kasallikni tagida psixologik sabablari turadi. Agar psixologik sabablarini to'g'rilab, keyin unga dori-darmon beradigan bo'lsangiz, unda siz badaningizga juda ham yaxshi yordam bergan bo'lasiz. Qadrdonim, siz uchun aynan energiyani tiklash masalasida 1 soatlik bepul darslik yozib qoldirganman. Hozir sizga faqatgina bitta sababini tushuntirib berdim. Ushbu bepul darsligimizda bir nechta sabablarni tushuntirib berganman. 1 soat davomida siz mazza qilib texnikalardan foydalanib, energiyaga to'lib, dangasalikdan xalos bo'lib, ong ostidagi har xil programmalarni prarabotka qilish yo'llarini o'rganishingiz mumkin. Hoziroq yuqorida chiqqan havola orqali bepul darslikni
ko'rib olsanglar bo'ladi. Bugungi darslikdan olgan anglashlaringlarni albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa, buni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Sababchi bo'lgan qilgan bilan barobar deyiladi va shu bilan birgalikda qaysi mavzularda mendan bepul darsliklar kutsangiz, ular haqida ham izohlarda yozib qoldirsanglar, albatta hammanglarnikini o'qiyman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 90 kun davomida eski xotiralarni unutish praktikasini bajarib, uni natijalarini ham izohlarda yozib qoldiringlar.